Salom do'stlar, bugun sizlar men Hakimi va men bugun Minecraft hashda qilib ko'rmoqchiman va men hozir hamma yoqda chotki tap-taks qilib chiqaman-da, uylar qurib chiqaman. Keyin hamma yoqyamdagi zombilar paydo bo'lmaydi. Keyin maza qilib shiddalar bilan o'ynayman. Sharchalar Mina, ochaman. waka waka, zamina mina sangalewa, anawang zamina mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawang Ha, bunachalar shunaqa endi. Maza qilib nima bo'ladi? Umid quvibdi, xullas men uylar yangilab, tovoqlar yo'qotib, shu o'zimga Twitter bilan makon qilmoqchimansizlar. Ha, videoda so'nggi sizlarga xullas obunachilar, videoda so'nggi sizlarga bermoqchimanki, ko'rsatmoqchiman. Oldinga qo'yganimda 200 qancha kun ham yashayotganim keyin ancha bo'lib kelmay qo'yganimga va shiddatki joylarda, lekin mod ham unga yashaydi. Lekin bunda mod bitta dona u bo'lsa ham hatto Vayno mayno ham yo'q. U uzoqdan tilbot qulagan, lekin u yaxshi mod. Bu tarafda yomoni ham bor-da. Mayli bilamizlar obunachilar, Minecraftda judayam oyning judayam ko'p turi bor. Xuddi haqiqiy dunyodagi oy kabi buni ham turlari judayam ko'p. Hatto qizil oy ham bor. Va bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, bu yerda 5 ta, bitta qishloqda 5 ta. Yana u yoqda hozir ko'rgandim. Ma'lum desam, hozir men chotki narsalar keragida, xolos bitta u quratdim, shunga bunaqa display naqlar keragida. Shunga hozir men olib chiqaman. Xolos kichkina qonchayapti mana. Mana obunachilar, bu kichkina men uychami mexanikasi va men mana shunday qilib chiqdim. Va qaylar yaxshimi? Xo'sh, menimcha yaxshi, g'alati yomon. Va men uyim deyarli bitta, unga mebellar qo'yish kerak. Qilaman joy zo'rligini, shu chotki. Men yoqdayam shu qilib chiqdim. Hamma yoq zo'r, lekin tom kerak emas menga. Mana shu yerda xullas men obunachilar sandiq yasashim kerak. Sandiq yasa ko'p narsa kerak bo'ladi. Mayli, o'zim buni nima qilmoqchi edim? Nima bo'ldi? Bu Minecraft xatosi, telefonim xatosi bu. Va men bu yerdagi hamma sandiqlarni bo'shatib, shu yoqqa joylashim kerak. Bu yerda tekis, lekin men keyinroq narsa qo'yaman. Hozir men o'zimga qaysi joy qilishga hali meni to'liq narsalar bor. Qanchada bo'laman endi? Cho'qilib ketadi bunaqa qilsalar. Mayli, hisoblayman bu yerga dengiz yo'lagi judayam yaxshi narsa. Menga kerak bo'ladi hali judayam kelajakda. O'tdan flash bunaqalar musiqa ko'rib ketgan, lekin bular chiqaraman. Hammasi men uchun kerak bo'ladi baribir. Hozir emas, lekin bir kun kelib qoladi. Kerak bo'ladi. Hali men mana shu artefaktdan ham miyudan ham yaxshi o'qilaman. Hardcore turadi, lekin men harakat qilaman, lekin kuchayib ketishga musiqalar tashlamasdan baribir musiqani tablab Minecraft bu guvohi bu kerak bo'ladi bir kun kelib. Va men mebellatsa bo'ldim. Qaylar chotkiligini chiroyli chiqdi. Va zo'r qilib chiqdim. Hammani taxt qilib chiqdim. Va bu yerda oshib qolgan yotoqlarni ponni qo'ydi unaqalarni olib chiqaman. Hali jitlarni ko'paytirish kerak. Shuncha jitlar qancha ko'p bo'lsa, shuncha menga yaxshi bo'ladi. Kitoblar ko'proq sota olaman. Misol uchun bu uyda yotoq yo'q. Men bu uyga yotoq qo'yaman. Har bitta bu yerda hammasini olib olganman. Judayam ko'p kerak bo'ladi hali menga. Va bu yerda xullas obunachilar qaylar. Men buni 229 kun qurgan ekanman. Bunaqa narsalarni birinchi makon qo'yganman. Va bu yerda makon bitmaganda hali men yerda narsalar bor. Ajoyib sog'liq qilaman. Tep-tekis chiqaman. Ko'rmagansizlar obunachilar qancha qiynalganimni. Men yerda kichkina uy ham qo'yganman. Kichkina emas, endi katta mehmonxona. Va bu yerda-chi mayli obunachilar, bu hamma xato qilib turadi endi. Va chotki hamma yoq zo'rligini qaylar obunachilar. Men bu yerda qo'shimga judayam ko'p vaqt ketgan.
200 kunda shuncha narsa qilgan bo'lsam, o'ylab ko'ringlar, 1000 kunda qancha narsa qilishim mumkin. Shunga hozir videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. Va mana obunachilar sizlarga hozir telefon qatosi mana bitta emas, ikkita SMS, ikkita dividend va 4-5 ta jami bunaqalar olganman. Nima edi? 4-5 ta elit olganman men. Hozir xazinam ko'rsatdim. Mana xullas bu yerda bitta unaqa ferma qilib chiqqanman. Bitta shakar ferma. Va bu yerda albatta hozir telefonim qatyapti rosa. Ancha bo'ldi ko'rmaganimga. Tema ferma ham bor. Bitta Neza portal, eng omadli Neza portal va bu yerda mob ferma. Bu yerga qaytsak, bular meni kichkinagina sandiqlarda turgan omborxonacham, judayam kichkina. Va mana xullas kichkinaligini qaranglar, kam. Misol uchun bu yerda NPLlar, mayli, NPL uncha muammo emas, lekin damlamalar va kitoblar judayam ko'p menda. Men chiqarib qo'ydim va bu yerda ozgina musokalar ham bor. Eng yaxshi olmos, oltin bunaqalar bor. Staklar borda bular. Bular eng unaqa emas, eng yomoni. Bitta ovqat, judayam ko'p ovqat g'amlab qo'yganman o'zimga. Butun Minecraft ketavergan darajada. Bu yerda hali men full nezvit asag'a to'ldirmoqchiman bu yerga. Bu yerda qarang, narsalarni ko'zim o'ynatishini qarang. Bularda qancha sotib qo'yganman. Sixilgan oltin olmalar, 4 ta Nether Star. Elit va nezvit bularda qancha qilgan bilmaysizlar. Shunga videoga olmaganman bularni hammasini. Va men bularni hammasini videoga olmoqchiman. Va bu yerda meni Enderman ferma buzilgan, Enderman ferma past qilib qo'yganman o'ta. Hammasi men bilmayman deb qo'ygan. Mayli, lekin bu bularda judayam sekin beradi. Yaxshi bundan foyda kam, lekin darajani yaxshiroq berardi ishlaganda. Mayli. Sizga judayam zo'r narsa ko'rsatmoqchiman. Bu narsani qilish uchun meni soatlab ketgan. Bekindan olganman-da. Hozir bekin meni kamida 6 tacha bekin bor. Men 10 tadan yaqin unaqa yenganman. Qayerlar ahvolda? Stop. Ko'p turganda xullas obunachilar, bu dragon bilan endi men shunaqa qiynaganman shuni ogunimgacha. Shunga men juda ham katta bekin yasaganman. Bittasi Elton olgan, bitta unaqa qilganman. Men dragonni kamida 4-5 marta yurgan ekanman. Va bu yerda visitingga ham qoldiqlar qo'ygan. Hali ham olov o'chmaydi. Cheksiz olovlar bu yerdagilar o'chmaydi. Va men bu yerda viza makka tushib ketgan. Cheksizlikka qarab. Ha, bo'ldi. Xo'sh, ozgina sizlarga tanishtirib chiqdim xolos bu joylarni. Vizadan qolgan asoratlar. Juda ham yomon narsa bu viza degan bachka, lekin men yenganim yaxshi bo'lgan lekin. Kamida 10 ta jami yengib olganman vizada. Va menda full olmos asag'aman. Bu bitta mod bor edi. Mana shu mod orqali qilganman. Shu chetga eng muhim ikkita SMS olganman. Omadimda Riptide unaqa sehri ham bor. Eng kuchli qilichgacha olganman men. Xullas bu juda ham ko'p vaqt olgan, tasavvur qilamizlar.